Sartaroshlarning ishidan zerikishiga sabab bo'ladigan 4 ta xato. Birinchisi aniq maqsad yo'qligi. Yaxshi niyat qilib, ish karyerangizda aniq qatlarga borishligingizni bilishligingiz, qatga yetib borishligingiz va u uchun nima harakatlar qilishligingiz kerakligini bilmasangiz yoki bilsangiz ham bu uchun harakat qilmasangiz, bu sizning birinchi katta xatoyingiz. Ikkinchisi bir xil uslubda ishlashlik va qotib qolishlik. Ishingizga yangi bilimlar, yangi ko'nikmalar, yangi texnikalar kiritmaydigan bo'lsangiz, ijodingiz ham, motivatsiyangiz ham o'lib qoladi. Uchinchisi bo'lsa, o'zingizning bilimingizga, tajribangizga investitsiya kiritmasligingiz. Har doim master-klasslar, yangi bilimlar, yangi texnikalar, yangi ustozlar bu rivojlanishingizning kaliti bo'ladi. To'rtinchisi va eng asosiylardan biri to'g'ri dam olmaslik. Ko'pchilik bu narsaga ahamiyat bermaydi. Ko'p sartaroshlarni ko'raman, bir yillab dam olmasdan ishlashadi. Bu noto'g'ri narsa. Bilib qo'yinglar, kuchli charchoq ijodni o'ldiradi. Tanaffus qila olmaydigan, o'zini to'xtata olmaydigan sartaroshlar bu ishidan tez zerikadi. Bu videoni 3-4 oylab dam olmasdan, erta-yu kech tinmasdan ishlaydigan sartarosh do'stingizga jo'natib qo'ying.